Bu videoda men ikki noma'lum tenglamalar haqida ma'lumot beraman. Ikki noma'lumli tenglamalar sistemasi deb ikkita noma'lum va ikkita tenglamadan tashkil topgan sistemaga aytiladi. Demak, ikkita noma'lum qatnashishi kerak. Masalan, x va y noma'lumlari. X, y yig'indisi 5, 2x plus 3y yig'indi keling 14 bo'lsin. Mana bu ikki noma'lumli tenglamalar sistemasining umumiy ko'rinishi. Ikkita noma'lum qatnashyapti, x va y. Va ikkita tenglama qatnashyapti. Birinchi tenglama, ikkinchi tenglama. Ularni mana bu ifoda bilan birlashtirish bu sistema deyiladi. Demak, ikkita noma'lumli tenglamalar sistemasini ishlash uchun bir nechta usullardan foydalanish mumkin. Men shulardan asosan ikkita usulni ko'rsataman. Birinchi usul bu o'rniga qo'yish usuli deyiladi. O'rniga qo'yish usuli. O'rniga qo'yish usuli bo'yicha tenglamani ishlatganimizda istalgan bitta tenglamani tanlaymiz va masalan birinchi tenglamani tanlaymiz va o'sha tenglamadagi istalgan noma'lumni topamiz. Yoki x ni yoki y ni topamiz. Demak, o'rniga qo'yish usulida ishlab ko'raylik bu sistemani. Demak, o'rniga qo'yish usulida bajariladigan ketma-ketlikni quyidagicha ifodalash mumkin. O'rniga qo'yish usuli bo'yicha. Demak, birinchi tenglamadan bitta noma'lum topib olaman. Masalan, x ni. X teng bo'ladi 5 minus y ga. Ya'ni y o'ng tarafga minus y bo'lib o'tadi. Natijada x teng 5 minus y bo'lib qoladi. Va ikkinchi tenglamadagi x o'rniga ana shu hosil bo'lgan ifodani ikkinchi tenglamadagi x o'rniga qo'yaman. Demak, pastdagi tenglamamiz 2 ga ko'paytirilgan x o'rniga endi 5 minus y ni qo'yaman. 5 minus y plus 3y plus 3y teng 14. Mana yangi sistema hosil bo'ldi. Mana bu strelkacha yo'nalish bu o'sha mana bu sistemaga teng kuchli sistema ekanligini ko'rsatadigan strelka hisoblanadi. Shunchaki buni yozmasak ham bo'ladi. Demak, o'rniga qo'yish usulida nimaga e'tibor beramiz? Birinchi navbatda bitta tenglamani tanlaymiz. Istagan tenglama oddiyrog'ini tanlashga harakat qilamiz. Bizda bu oddiyrog'i birinchi tenglama hisoblanadi. O'sha birinchi tenglamadagi istagan noma'lumni topamiz. Yoki x ni yoki y ni topamiz. Men bu tenglamadan x topib olaman. X teng 5 minus y. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha hosil bo'lgan x ni qiymatini birinchi tenglamadagi x o'rniga qo'yaman. Demak, birinchi tenglamadagi 2x ifodaga 2 ko'paytirilgan 5 minus y ifodani almashtiraman. Ya'ni x o'rniga mana 5 minus y qo'ydim. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu pastdagi tenglamamiz bir noma'lum tenglamaga aylanib qoldi. Ana endi bu bir noma'lum tenglamani ishlayman. Birinchi navbatda qavs ishlanadi, ko'paytirish bo'lish va hokazo amallar bo'yicha. Qavsni ochadigan bo'lsam, 2 ni qavs ichidagi har bitta xatga ko'paytirishim kerak. Qavsni ochish qoidasi bo'yicha. 2 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2 ko'paytirilgan 5 hosil bo'ladi. 2 ni y ga ko'paytiraman. 2 ko'paytirilgan y. Minus ishora qo'yiladi joyiga. Plus 3y teng 14. 2 kere 5 10. Minus 2y plus 3y. Demak, plus minuslar ayriladi, kattasini ishorasi qo'yiladi. Kattasi 3, ishorasi musbat. Demak, minus 2y plus 3y minus 2y plus 3y bu plus 1y degani. Ya'ni plus y teng 14. Y barobar 14 dan 10 ayrsam 4 kelib chiqadi. Davom etamiz. Ana endi hosil bo'lgan y ni qiymatini yuqoridagi y ni o'rniga qo'yaman-da x topaman. X barobar 5 minus y o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsam 1 kelib chiqadi. Demak, x qiymati 1 ga teng ekan. O'rniga qo'yish usulida istagan tenglamadan bitta noma'lumni topib olamizda, ikkinchi tenglamaga qo'yib, bir noma'lumni tuzib, uni ishlab,
hosil bo'lgan sonni o'sha yuqoridagi o'rniga qo'yib ikkinchi noma'lumni topamiz. Ya'ni bu yerda hosil bo'lgan 4 ni bu yoqqa qo'yishimiz ham mumkin. Mana bu yoqqa qo'yib topishimiz ham mumkin x qiymatini yoki hosil bo'lgan 4 ni mana bu y o'rniga qo'yib ham x topishimiz mumkin. Qaysi biri qulay bo'lsa o'sha bo'yicha topiladi. Odatda mana bu x tenglik formulaga qo'yiladi. Yana bitta tenglama ishlab ko'rsak. Yana bir narsa, sistemani ishlagan paytimiz ba'zida qayerdadir xatolik ketib qolishi mumkin. Ya'ni biz e'tiborsizlik qilishimiz hisobiga xato ishlab qo'yishimiz mumkin masalan. Shunda nima qilishimiz kerak? Shunda tenglamani yechimini o'sha dastlabki tenglamaga qo'yib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Keling tekshirib ko'ramiz. y4, x esa 1 ga teng. 1 ga 4 ni qo'shsak, haqiqatan ham 5 sonni beradi. Ikkinchi tenglamaga ham qo'yib tekshiramiz. 2 ni ko'paytiramiz 1 ga plus 3 ni ko'paytiramiz 4 ga. Demak, 2 plus 12 jami 14 ni beradi. Demak, topgan yechimlarimiz to'g'ri. Umuman istagan tenglamani ishlaganimizda, xoh u bir noma'lumli bo'lsin, xoh ikki noma'lumli, chiqqan yechimlarni o'sha tenglamaga qo'yib tekshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ba'zida biz qandaydir xatoliklarni qilib qo'yishimiz mumkin amallarni bajarayotganimizda. Bu birinchi usul edi. Ikkinchi usul qo'shish usuli deyiladi. Ba'zida ayirish usuli ham deyiladi. U ahamiyatsiz. Asosan mohiyatini bilishimiz kerak. Qo'shish usulida, keling mana shu tenglamani qo'shish usulida ishlaylik. Ikkinchi usulimiz qo'shish usuli. Tenglamamiz. Demak, buni qo'shish usuli bo'yicha ishlaydigan bo'lsam, qo'shish usulida tenglamalardagi istagan bitta noma'lumni tanlaymiz, masalan x ni yoki y ni tanlaymiz, farqi yo'q. Men x ni tanlayman. Noma'lumni tanlagandan so'ng, masalan x tanlagandan keyin o'sha noma'lum oldidagi koeffitsient bitta tenglamada musbat, ikkinchi tenglamada manfiy bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita tenglamadagi bitta noma'lum oldidagi koeffitsiyentlar qarama-qarshi sonlar bo'lishi kerak. Qarama-qarshi sonlar biz eslaydigan bo'lsak, yig'indisi 0 ga teng bo'lgan sonlar qarama-qarshi sonlar deyiladi. Masalan, -3 bilan +3. Demak, qo'shish usuli bo'yicha har bitta tenglamamizdagi istagan bitta noma'lum oldidagi koeffitsient, oldidagi son qarama-qarshi sonlar bo'lishi kerak. Ikkinchi tenglamaga e'tibor bersak, x oldida koeffitsient 2. Demak, birinchi tenglamamizda x ni oldida -2 bo'lishi kerak. Buning uchun birinchi tenglamani chap tarafini ham, o'ng tarafini ham -2 ga ko'paytirib yuboraman. Ko'paytiraman -2 ga. Shunda yangi sistema hosil bo'ladi. Yuqoridagi sistema, mana bu sistemaga teng kuchli sistema hosil bo'ladi. -2 ni har bitta xatga ko'paytiraman. X ga ko'paytirsam -2x bo'ladi. Plus y ga -2 ni ko'paytirsam -2y bo'ladi. Teng 5 ko'paytirilgan -2 -10. Pastdagi tenglamani o'zini yozaman. 2x plus 3y teng 14. Mana yangi sistema. Ana endi birinchi tenglamaga ikkinchi tenglamani qo'shib yuboraman. O'sha uchun ham bu usul qo'shish usuli deyiladi. Qo'shib yuborganimda tenglikning chap tarafidagi sonlarni pastdagi tenglikni chap tarafga qo'shaman. Tenglikning o'ng tarafdagi sonlarni o'ng tarafga qo'shib yuboraman. Demak, -2x ga +2x qo'shsam 0. Ya'ni bular qisqaradi. -2y ga +3y qo'shsam +y qoladi. Teng -10 ga +14 qo'shsam +4 qoladi. Demak, y qiymati 4 ga teng. Endi mana shu 4 ni yuqoridagi istagan tenglamani o'rniga qo'yaman. Mana bu tenglamaga. X plus 4 teng 5. X barobar 1. Demak, y qiymati plus 4, x qiymati plus 1. Yuqoridagi yechimda ham y4, x 1 edi. Bu qo'shish usuli. Qo'shish usuli, demak, yana bir takrorlayman. Qo'shish usulida nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi qiladigan ishimiz sistemadagi istagan noma'lumni tanlaymiz va o'sha noma'lumni oldidagi koeffitsiyentlarni qarama-qarshi son shakliga keltirib olamiz. Qarama-qarshi son shakliga keltiramiz. Masalan, yana bitta masala ko'raylik. X minus 3y barobar masalan minus 1.
yo'q hozir. Hayman -1 bo'lsin. Keyin esa 3x plus 2y. 2y barobar 19 bo'lsin. Hozir men bu x bilan y o'rniga son berib tenglamani tuzib olaman. Qisqasi, shunaqa masala berilgan. Tenglama sistemasi shuni har ikkala usuldan foydalanib ishlab ko'raylikchi. Birinchi o'rniga qo'yish va ikkinchi qo'shish usuliga. Birdaniga sistemani o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, bu usul ikkala usulda ham ishlash qulay hisoblanadi. O'rniga qo'yib ishlasak ham bo'ladi yoki qo'shib ishlasak ham bo'ladi. Keling, ikkala usuldan ham foydalanaylik. Birinchi usul bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, sal yorug'roq bo'lsin. Mana qarang. Birinchi usul bo'yicha bitta nomerni topib olishimiz kerak. Masalan, yuqoridagi x topaman. -1 plus 3y bo'ladi. Va u x ni pastdagi x o'rniga qo'yaman. 3 ko'paytirilgan -1 plus 3y bo'ladi. Plus 2y teng 19. Yangi sistema hosil bo'ladi. Buni ishlaymiz. Aniqroq ana pastdagi bir nomerni tenglamani ishlayman. -3 plus 9y plus 2y teng 19. 9 ga 2 ni qo'shsam 11y bo'ladi. Barobar 19 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam 22 bo'ladi. Y barobar 2. Y qiymatini topdim. Endi yuqoridagi mana bu y o'rniga qo'yib x topaman. X barobar -1 plus 3 ko'paytirilgan 2 teng 5. X ham qiymati topildi. 2 bilan 5. Bu qo'shish usuli. Ana endi ikkinchi usul bu bu o'rniga qo'yish edi. Endi qo'shish usulidan foydalanaman. Qo'shish usulida -1 3x plus 2y barobar 19 koeffitsiyentlar bir xil holatga kelishi kerak. Demak, yuqoridagi tenglamani -3 ga ko'paytiraman. -3 ga ko'paytirib yuborsam, bu yerda -3x bo'ladi plus 9y barobar -1 -3 bu plus 3 beradi. Pastda 3x plus 2y teng 19. Hosil bo'lgan sistemani tenglamalarning chap qismiga qo'shib yuboraman. X la qisqarib ketadi. 9 ga qo'shadigan bo'lsam 2 ni 11y bo'ladi, teng 22. Y barobar bu holda ham 2 chiqadi. Endi y da o'rniga 2 ni qo'yib x topadigan bo'lsam, unda ham 5 kelib chiqadi. X teng 5. O'rniga qo'yish usuli odatda qaysidir tenglamada koeffitsient 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'rniga qo'yish usuli osonroq bo'ladi. Endi vaziyatga qarab har bitta usuldan foydalanishimiz mumkin. Ba'zida kimyoviy tenglamalarda ikkita nomalum bitta tenglama kelib qoladi. Ikkita nomalum va bitta tenglama. Misol uchun mana bunaqa tenglama 12x plus y barobar qanaqadir son. Masalan 58 bo'lsin. 12x plus y teng 58. Bu tenglamani ishlang deb savol beradigan bo'lsa, unda yana bitta qanaqadir qo'shimcha ma'lumotdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni masala shartida doimo qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Agar ikki nomalumni tenglamaga kelib qolsa, unda yana qo'shimcha ma'lumot berish kerak. Umuman olganda nechta noma'lum bo'lsa, shuncha tenglama tuzishimiz kerak. O'shandagina noma'lumlarni topishimiz mumkin. Agar noma'lumlarimiz ikkita bo'lib turib, tenglamamiz bitta bo'ladigan bo'lsa, unda tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Agar noma'lumlar ikkita bo'lib turib, tenglamamiz ikkita bo'ladigan bo'lsa, unda bular yagona yechimga ega bo'ladi. X ning qiymati faqat bitta qiymat, y faqat bitta qiymatni qabul qilish mumkin. Agar noma'lumlar soni ikkita bo'lib, tenglamalar 3 ta bo'ladigan bo'lsa, unda bu juda ham yaxshi. 3-tenglama shunchaki tekshirish uchun qo'llash mumkin. Demak, eslab qolamiz. Tenglama ishlatganimizda, umuman kimyoviy masalalarni tuzayotganimizda, kimyoviy masalalarni
tenglamalarga keltirayotganimizda ishlash davomida noma'lumlar soni nechta bo'lsa, tenglamalar soni ham shuncha bo'lishi kerak. Noma'lumlar soni 3 ta bo'lsa, tenglamalar soni ham 3 ta bo'lishi kerak. Agar noma'lumlar soniga qaraganda tenglamalar soni kam bo'lib qoladigan bo'lsa yoki ko'p bo'lib qoladigan bo'lsa, unda qanday xatolikka yo'l qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Buni yana qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Umuman olganda, agar masala sharti berilganda biz nechta noma'lum kiritadigan bo'lsak, o'sha masalani tenglamasini tuzish uchun shuncha tenglama ham tuzishimiz kerak. O'shandagina yagona yechimga ega bo'lamiz. Bularga doir masalalarni o'sha kimyoviy misollar davomida asta-asta ko'rib chiqamiz.